Shariatda qurbonlik ahkomlari. Abduri Dr. Abdul Aziz rahmatullah. Jimi hamdu sana olimlarning egisi Allohga xosdir. Durud salomlar butun jahonga rahmat qilib avatilgan zatqa, uning oilasiga va sahobalariga, shundaqla toki qiyomatga qadar ularga agish manganlarga bo'lg'ay. Qurbonlik qilish islomiy faoliyatlarning biri turuqliq, ba'zi musulmonlar qurbonlik ahkomlarini to'liq ham aniq bilmay yurmoqda. Şoňa bu maqalamizda şeriatdagi qurbonlik ahkomlarini savol-javob tariqasida ixcham bayon qilib o'tamiz. Janobi Alloh bizni xatolikdan yiroq qilsin, amallarimizni xolis qilsin. Amin. Qurbonlik qilish degan nima? Alloh taologa yaqin bo'lish niyati bilan qurbonlik qilish belgilangan kunlarda shartga to'shqan qo'y, kala, tuga va o'chka qatorliq chorva mollarini bo'g'izlashdan iborat. Qurbon hayitda qurbonlik qilishning hukmi nima? Qurbon hayitda qurbonlik qilishning shariatda yo'lga qo'yilgan faoliyat ekanligida barliq olimlar ittifoqdir. Alloh taolo Rasuli sallallohu alayhi va sallamni "Shunga Rabbing uchun namoz o'qib bo'g'izlagan" deb buyurgan. Bu oyat har xil tafsir qilingan bo'lsa-mu, lekin Makka da nozil bo'lgan va oyatning zohiriy ma'nosi namoz bilan qurbonlik, mol bo'g'izlashga buyurishdan iborat bo'lg'achqa, mushriklarning qilganiga xilof holatda Allohga namoz o'qib qurbonlikni Allohga qilgan. Namazing bilan qurbonliging Alloh qilib bo'lsin deb tafsir qilish muvofiq. Yana Qatada, Ikrima va Ata qatorliqlar bu oyatdagi maqsad hayit namozi bilan qurbonlik qilish deb tafsir qilgan. Qurbonlik qilishni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam hadislar bilan bayon qilib izohlagan. Masalan, Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam munguzlik 2 ala qo'chqarni qurbonlik qilgan. Men Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning putini o ikkisining bo'yniga qo'yib turib, bismillah deb takbir aytib, ularni o'z qo'li bilan bo'g'izlaganligini ko'rgan. Qosim rivoyat qiladi-ki, Aisha radhiyallohu anha Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollar uchun bir kalani qurbonlik qildi degan. Abdul Aziz ibn Suhayb rivoyat qilib deydi-ki, men Anas ibn Malik radhiyallohu anhuning payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 2 qo'chqarni qurbonlik qiladi. Menmo 2 qo'chqarni qurbonlik qilaman deganligini anglagan. Anas radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qurbon hayit namozini o'qib, xutba so'zlab bo'lib, munguzlik 2 ala qo'chqarning qashig'iga qaytib berib, ularni o'z qo'li bilan bo'g'izlagan. Olimlar qurbon hayitda qurbonlik qilishning shar'iy hukmida mundaq 2 xil qarashda bo'lgan. Birinchi, qurbi yetganlar uchun ta'kidlangan sunnat. Bu Shafi'i va Hanbali mazhabiga tava bir bo'lik olimlarning qarashi. Ikkinchi, qurbi yetganlar uchun vojib. Bu İmam Abu Hanifa qatorliq bir bo'lik olimlarning qarashi bo'lib, dalil jihatdan mushu qarash kuchlik. İmam Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi mushu qarashni tarjih qilib, qurbonlik qilish vojib degan qarash kuchlik. Chunki u jami yurtlarda umumyuzlik o'rindaladigan islom ibodatlarining eng kattalaridan biridir. Bu ibodat Alloh taolaning "Ey Muhammad, aytqinki, mening namozim, qurbonliqim, hayotim va mamatim, dunyoda qilgan yaxshiliklarim va taat ibodatlarim olamlarning parvardigori Alloh uchundir" degan oyatida namoz bilan birga keladi. Yana bir oyatda "Shunga Rabbing uchun namoz o'qib bo'g'izlag'in" deb namozga buyurgandekla qurbonlik qilishga buyurgan degan. Bara ibn Azib radhiyallohu anhu so'zlab berdiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam qurbon hayit kuni namozdan keyin bizga xutba so'zlab, kimki namozni biz o'qigandek o'qib, qurbonlik qilgandek qilsa, qurbonlikqa to'g'ri bo'ladi. Kimki hayit namozidan ilgari qurbonlik qilgan bo'lsa, u hayit namozidan ilgari qurbonlik qilgan bo'ladi-da, uning qurbonligi hisob bo'lmaydi deganda, Baroning tag'isi Abu Burda: "Ey Rasululloh, men bu kunni yeb ichish kuni deb bilib, uyimda so'yilgan qo'yning tunji so'yilgan qo'y bo'lishini yoqtirib, qo'yimni so'yib namozga kelishdan burun uning go'shida nashta qilibdiman" dedi. Rasululloh: "Sening qo'ying qurbonlik bo'lmasdan go'sh bo'pti" dedi. Abu Burda: "Ey Rasululloh, bizning yellamagan bir o'g'liqimiz bor. U men uchun 2 qo'ydanmi suyumlikroq. Shuni qurbonlik qilsam, mendan ado bo'lamdi" degan edi Rasululloh. "Ha, ado bo'ladi, lekin sendan keyin hech kimga hisob bo'lmaydi" dedi. Bu hadisdagi buyruq ifodasi bilan hisob bo'lmaydi degan iboralar vojiblikni bildirdi. Yana qurbonlik qilish vojib bo'lmagan bo'lsa, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam burunqining o'rniga boshqadan qurbonlik qilishga buyurib, bu sahobani qiyin ishga duchor qilmagan bo'ladi. Yana Jundab radhiyallohu anhu so'zlab berganki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam qurbon hayit kuni oldi bilan namoz o'qib, andan xutba so'zlab, andan qurbonlik qilib, kimki hayit namozidan burun qurbonlik qilgan bo'lsa, o'rniga boshqa qurbonlik qilsin.
Kimki taqa qurbonlik qilmagan bo'lsa, Allohning ismini atab qurbonlik qilsin dedi. Bu hadisdagi o'rniga boshqa qurbonlik qilsin degan so'z bilan qurbonlik qilsin degan buyruqimi vojiblikni ko'rsatdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qurbonlikni tashlamay izchil qilishimi uning vojibligini ko'rsatdi. Ibn Umar radhiyallohu anhumaning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Madinada 10 yil qurbonlik qilib turgan degan so'zimi buni ta'kidlaydi. Bo'libmi, tuvandagidek qattiq talaffuzda ogohlantirgan taqdirda taxami shundoq. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki qurbi yetadigan turuqli qurbonlik qilmaydi ekan, bizning namozgohimizga yaqin yo'limisin degan. Mana bu hadisdagi tahdid faqat vojibni tark qilishga munosib keladi. Imom Shavkani aytadi: bu hadis mundaq dalil bo'la oladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qurbi yetgan, ammo qurbonlik qilmagan kishini namozgohga yaqin yo'lashdan to'sqanligi uning vojibni tark qilganligini ko'rsatadi. Xuddi mushundaq bir vojibni tashlab turib, Allohga namoz o'qib yaqinlashishning foydasi yo'qdeklar. Demak, qurbonlikning hukmi qurbi yetganlarga vojib. Uning ustiga qurbonlik qilish degan islomiyatning shuari, dinning belgisidir. Qurbonlik qilsak, islomiyat faoliyatlarini o'ttirg'a chiqarib, jamiyatda jakarlaymiz. Shariat an'anasini ijro qilamiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam izchil tashlab qo'ymay qilib kelgan ishni qilish orqali uningga ergashgan bo'lamiz. Allohni zikr qilamiz, bola chaqalarimizni xushal qilib, ularni keng kushada go'sht yeyish fursatidan bahramand qilamiz. Oyim xushalligini, tantanasini to'liqlaymiz. Atrofdagi muhtojlarga go'sht yeygizamiz. Demak, buning yo'lga qo'yilishidagi nurg'un maqsadlarni vujudga chiqargan bo'lamiz. Alloh taolaning bu oyatiga nazar solayli. Ka'baga hadiya qilinadigan tugularni sizlar uchun Allohning dinining alomatlaridan qildik. Ularda sizlar uchun foyda bordir. Shunga ularni qator qilib o'ri turg'izib, Allohning ismini tilga olinglar. Biqinlari yerga tekkanda uningdan o'zinglarmi yanglar. Qanoatchan, muhtoj va soilg'imi yegizinglar. Sizlarni shukr qilsin deb, ularni sizlarga bo'ysundirib berdik. Allohga ularning go'shtlari yoki qonlari yetib bormaydi, balki taqvodorliginglar yetidi. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetaklaganligidan uni ulug'lashinglar uchun ularni sizlarga ashundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qiluvchilarga xush bishorat bergan. Qurbonlik qilish yo'lga qo'yilishdagi hikmat nima? Bu ibodat aslida Ibrohim alayhisalomning sunnatiga ergashish uchun yo'lga qo'yilgan bo'lib, Ibrohim alayhisalom o'g'li Ismoil alayhisalomni qurbonlik qilish orqali Allohning amrini bajo keltirmoqchi bo'lganda, Alloh taolo uningga Jibril orqali bir qo'chqorni o'g'lining o'rnida qurbonlik qilishga tushirgan. Shuningdan tartib, Alloh taolo bu faoliyatni tutib mangdigan sunnat qilib bekitgan. Alloh taolo uning bilan birga ish ovqat qilgudek bo'lib yetilgan chaqda u: "Ey o'g'lim, men seni bo'g'izlab tush ko'ryapman. O'ylanib baq, qanday qaraysan?" dedi. U: "Ey ata, buyruqingni qilavergin. Alloh xolisa mening savrchanlardan ekanligimni ko'rsan" dedi. Shunda qilib ikkalan Allohning amriga bo'ysunib, uni yana yatqizganida ularning itoatmanligi isbotlandi. "Ey Ibrohim, tushga ishonding, buyurilgan ishni qilding" deb nido qildik. Biz haqiqatan yaxshi ish qilguvchilarni mushundoq mukofotlaymiz. Haqiqatan bu inoq sinoqdir. Demak, bu ibodat iymon va ixlosning, Allohning amirini mayli qanday ishga buyurgan bo'lishidan qat'iy nazar ikkilanmasdan to'liq ijro qilishning, Allohga to'liq bo'ysunishning alohida bir o'rnagi bo'lg'achqa, keyingi insonlar buningdan o'rnak olib, ashu fidokorlik qissasini davomli aslab turishi uchun yo'lga qo'yilgandir. Qurbonlikning hikmatini Alloh taolaning hojilar qiladigan qurbonlik haqida degan mono so'zlari eng yaxshi ifodalaydi. İnsanlar arasida hajga chaqirib jakarlaganki, ular katta manfaatlarni qo'lga keltirishi va ma'lum kunlarda Alloh ularga rizq qilib bergan chorva mollarni Allohning ismini aytib qurbonlik qilish uchun piyoda va urug' tugular bilan yiroq yo'llarni besib kelsin. Biz har bir ummatga ularga rizq qilib bergan chorva mollarni Allohning ismini aytib bo'g'izlash uchun qurbonlik qilishni belgiladik. Chunki ilohinglar bir ilohdir. Shunga uningga bo'ysuninglar. Alloh taolo yana Ka'baga hadiya qilingan tugular haqida deganki, Allohga ularning go'shtlari yoki qonlari yetib bormaydi, balki taqvodorliginglar yetidi. Allohning sizlarni o'zining ahkomlariga yetaklaganligidan uni ulug'lashinglar uchun ularni sizlarga ashundoq bo'ysundirib berdi. Yaxshi ish qilguvchilarga xush bishorat bergin. Imom Ibn Kasir mazkur oyatni mundaq tafsir qiladi. Alloh taolo mushu hadiya va qurbonlik mollarni ularni bo'g'izlaganinglarda Allohni zikr qilishinglar uchun yo'lga qo'ygandir. Chunki u yaratquchidir, rizq berguchidir. Uningga u mollarning go'shtlari yoki qonlari yetib bormaydi. Chunki Alloh hammadan behojatdir.
Cahiliyatda kishilar butlarga mal bo'g'izlaganda, butlarning ustiga qurbonliqlarning go'shtlarini qo'yib, qonlarini ustiga chechib qo'ydigan bo'lg'achqa, Allohga ularning go'shtlari yoki qonlari yetib bormaydi degan. Qurbonlik qilishning yo'lga qo'yilishidagi hikmatni bunda xulosalashga bo'ladi. Birinchi, Alloh taologa farmonlarni bajo keltirish orqali yaqinlashish. Ikkinchi, bandalarni Alloh taologa qulluq qilishga tarbiyalash. Uchinchi, tavhid aqidasini jakarlash. Mal bo'g'izlaganda Allohning nomini atash orqali Allohni ulug'lash. To'rtinchi, fiqr miskinlarga sadaqa qilish orqali ularni to'yg'izish. Beshinchi, o'zi va bola chaqalarga keng kushoda g'izo tayyorlab berish. Oltinchi, Allohning bandaga ato qilgan mol dunyo ne'matiga shukr qilish. Yettinchi, İbrahim alayhissalomning shundaqla Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergashish. Qaysi joylardagi kishilar qurbonlik qiladi? Ko'pchilik olimlarning qarashida qurbi yetgan har qanday musulmon qurbonlik qiladi. Mayli shaharlik yoki yezilik va yoki cho'l bayovonda yashaydigan bo'lsin, er bo'lsin yoki ayol bo'lsin, hoji bo'lsin yoki boshqalar bo'lsin, safardagi yoki muqim turadigan kishi bo'lsin, hammasi o'xshash. Ba'zi olimlar safardagi kishilar hojilar qurbonlik qilish kerak emas deb qaragan bo'lsa-mu, dalillardan ularning qurbonlik qiladiganligi yakunlanib chiqadi. Masalan, Qosim Aisha radhiyallohu anhadan rivoyat qiladi-ki, biz hajni maqsad qilib safarga chiqqan edik. Sarif degan yerga kelganda hayz ko'rib qoldim. Men yig'lab o'ldiratdim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yanimga kelib, "Sizga nima bo'ldi? Hayz ko'rib qoldingizmi nima?" dedi. Men "Ha" degan edim. Rasululloh: "Bu hayz Alloh taolo Adam alayhisalomning qizlariga putayotgan bir ish. Siz Baytullohni tavob qilishdan boshqa hojilar qiladigan amallarni qilavering" dedi. Aisha radhiyallohu anha so'zini davomlashtirib dediki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ayollari uchun bir kala qurbonlik qildi. Demak, bu hadisda hojilarmi qurbonlik qilgan. Agar hojilar hajga munosabatli hadiya qurbonligidan boshqa odatdagi hayit qurbonligini Arabistonda bo'g'izlamay, yurtdagi tuqqanlarga buyurib bersa, teg'imi yaxshi. Chunki buningdan yurtdagi tuqqanlar foydalana oladi. Ham ba'zida Minada go'sht bozilib, tashlanib ketadi. Yana bir hadisda Savban radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam qurbonligini qilib bo'lib, "Ey Savban, ma'uning go'shini tayyorlagan" degan edi. Men toki Madinaga borguncha uning go'shidan Rasululloh sallallohu alayhi va sallamga yegizib turdim. Yuqorqi ikki hadis safardagi holatda va Minada haj qilayotgan holatda qurbonlik qilinganligini ko'rsatadi. Iqtisodiy ahvoli qanchalik bo'lsa qurbonlik qiladi. Qurbonlik qilishga qurbi yetishdan iborat bu shart olimlar o'tirida birlikka kelgan shartdir. Chunki Alloh taolo hech kimni taqat yetmaydigan ishga taklif qilmaydi. Lekin qurbi yoki taqat yetishning o'lchimini bekitishda olimlarning qarashlari o'xshash emas. Hanafiy mazhab qarashida hayit kuni zakot beradigan darajada boy bo'lishi shart. Ya'ni o'zi va oilasining to'ralg'u va boshqa ehtiyojlaridan ortiq 85 gram oltin miqdorida iqtisodi bo'lishi. Maliki mazhab qarashida o'zi va oilasining 1 yillik ehtiyojidan oshqudak bo'lishi. Agar qarz olib qurbonlik qilaoladigan bo'lsa, qarz oladi. Shafiiy mazhab qarashida hayit kunlarida o'zi va oilasining ehtiyojidan eshinib qurbonlik puliga ega bo'lishi. Agar qarz olib qurbonlik qilaoladigan bo'lsa, qarz oladi. Hanbali mazhab qarashida qurbonlik pulini qarz olib bo'lsa-mu topa oladigan va u qarzni to'lashga ko'zi iladigan bo'lishi shart. Bularning qarashlari asosan o'zi va oilasining zarur ehtiyojidan ortiq iqtisodiy bo'lganlarning qurbonlik qiladiganligini ko'rsatadi. Ularning bu vaqtdagi so'zlarini xulosalaydigan bo'lsak, mundaq deyishga bo'ladi. Qurbonlik qiladigan kishi qurbonlikqa qurbi yetadigan, qurbonlik mol yoki uni sotib oladigan pul o'zining va oilasining ehtiyojidan oshadigan bo'lishi kerak. Chunki Rasululloh sallallohu alayhi va sallam kimki qurbi yetadigan turuqli qurbonlik qilmaydi ekan, bizning namozgohimizga yaqin yo'limizon degan. Mana bu hadisda qurbonlik qilguvchining o'z ehtiyojidan oshadigan ma'lum darajada iqtisodi bo'lishi kerakligi ko'rsatilgan. Yana ba'zi olimlar hozir naqd pul bo'lmasa-mu, keyin qaytara oladigan bo'lsa, qarz olib qurbonlik qiladi deb qaragan. Maoshli kishilar har oyda olgan maoshi ehtiyojini qamdab qurbonlikqa pul eshna olsa, qurbonlik qilish kerak bo'ladi. Bir molni sheriklashib qurbonlik qilish. Bir qo'yni faqat bir kishi yoki bir oila uchun qurbonlik qilishga bo'ladi. Ammo kala bilan tuguni 7 kishi yoki 7 oila sheriklashib qurbonlik qilsa bo'ladi. Ya'ni kala bilan tuga qurbonlikda 7 qo'yning o'rnida turadi. Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qilib deydi-ki, biz Hudaybiya yili Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bilan billa 7 kishiga bir tugini, 7 kishiga bir kalini qurbonlik qilgan edik.
Yana bir hadisda Jabir radhiyallohu anhu biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan billa haj tamattu qilgan edik. 7 kishi birlashib bir kala bo'g'izladik degan. Yana Jabir radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir tuga 7 kishiga, bir kala 7 kishiga yetarlik degan. Bu haj umridagi ahvol bo'lib, qiyos bo'yicha hadiyaga atagan qurbonliqda ado bo'lgani odatdagi qurbonliqdami ado bo'ladi. Imom Navaviy rahimahulloh aytadi: bu hadislar hadiya qurbonliqda sheriklashishning joizligiga dalil. Barliq olimlarning birdek ijmo qilgani shuki, qo'yda sheriklashishga bo'lmaydi. Mazkur hadislar bir tugining 7 ga, bir kaliningmi 7 ga hisob bo'ladiganligini, bularning har birining 7 qo'yning o'rnida turadiganligini ko'rsatadi. Ihromliq kishiga ov jazosidan boshqa 7 qon qilish vojib bo'lgan bo'lsa, faqat bir tuga yoki bir kala bo'g'izlasimi ado bo'ladi. Har bir qurbonlik qilg'uchining bir tuga yoki bir kaladagi nasibasi 7 dan 1 dan tuvan bo'lmasligi kerak. 2 yoki 3 kishi sheriklashib bir kala yoki bir tuga qurbonlik qilsa-mo, xuddi yolg'iz bir kishi qilsa bo'lganidek bo'laveradi. Muhim bo'lgani 7 dan ortiq kishi sheriklashmaslikdir. Lekin bu yerda diqqat qiladigan bir nuqta shuki, Imom Abu Hanifa rahmatullohi alayhining qarshida sheriklarning hammasi qurbonlik qilishni yoki aqiqa yoki kafarat degandek ibodat maqsadida qon qilishni niyat qilgan bo'lish kerak. Buningga asosan ba'zilar qurbonlikni, ba'zilar go'shtni maqsad qilib sheriklashsa qurbonlik ado bo'lmaydi. Bir oilaga bir qurbonlik kifoya qilamdi. Kuchli qarashda bir oila kishilarga qancha kishi bo'lishidan qat'iy nazar bir qurbonlik, ya'ni bir tuga yoki bir kala va yoki bir qo'y yetarli bo'ladi. 7 ga qadar kishi yoki oila sheriklashgan ahvolda bir kala yoki bir tugimi yetarli bo'ladi. Imom Ibnul Qayyim rahmatullohi alayhi aytadi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tutgan yo'li shuki, bir qo'y bir kishiga va uning oila tavobatlarining qurbonligiga, garchi ularning soni ko'p bo'lgan taqdirda yetarli bo'ladi. Ata ibn Yasar aytadi: Men Abu Ayyub Ansari radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam zamonida qurbonliklar qandoq edi deb so'rasam, u bir er kishi o'zi va oila tavobat uchun bir qo'y qurbonlik qilib yeyishatdi, boshqalarga yeygizishadi. Keyin kishilar ko'z-ko'z qilib, sen ko'rayotgandek har bir kishiga birdan qiladigan bo'lgan dedi. Yana Imom Muslim sahihidagi bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir qo'yni qurbonlikqa bo'g'izlaganda Allohning nomi bilan: "Ey Alloh, Muhammadning oilasidan va Muhammadning ummatidan qabul qilgan" deb qurbonlik qilgan. Yana bir hadisda kelishicha Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun oila tavobat uchun bir qo'y qurbonlik qiladi. Agar bir cho'ng oilada bir qancha er kishi bo'lsa, masalan, ota bir qancha o'g'illari va ularning oilasi bilan bir uyda turadigan bo'lsa, otaning iqtisodi ayrim, o'g'illarning iqtisodi ayrim bo'lsa, har biri o'zi va oilasi uchun ayrim bir qurbonlik qiladi. O'g'illarning iqtisodi ayrim bo'lmay, otasining iqtisodi bilan beqilib kelayotgan bo'lsa, yuqori hadislarga asosan ularning hammasiga bir qurbonlik kifoya qiladi. Boshqa yerda turadigan bo'lsa-mo, otasining iqtisodi bilan beqilib kelayotgan bo'lsa, yanada bir qurbonlik hammasiga kifoya qiladi. Yana ular bilan bir uyda o'tirayotgan aka-uka, jiyan va tog'a qatorliq tuqqanlarning iqtisodi va turmush xarajati bir bo'lsa, ya'ni ularni mushu oila egasi boqadigan bo'lsa, ularga shu bir qurbonlik yetarli, chunki ular bir oila hisoblanadi. Ammo iqtisodi ayrim aka-uka, jiyan, tog'a qatorliq tuqqanlarning qurbi yetgan ahvolda o'z oldiga ayrim qurbonlik vojib bo'ladi. Demak, xarajat qilib boqquchi bir bo'lsa, bir qo'y yetarli. Har kishi o'zining xarajatini o'zi qiladigan bo'lsa yetarli emas. Tuqqan bo'lmagan kishilar biror oilaning uyida turgan ahvolda u oila u kishining xarajatini qilib boqmaydigan bo'lsa, u oilaning qurbonligi ularga yetarli bo'lmaydi. Alloh eng to'g'risini bilguchidir. Savol: tul ayol yoki yo'ldoshi turmada bo'lgan ayol va yoki yo'ldoshi qurbonlik qilmay turib oladigan ayolning o'z oldiga iqtisodi bo'lsa, qurbonlik qilish vojib bo'lamdi? Javob: agar oilada er kishi bo'lmagan taqdirda oila bosh bo'lgan ayolning o'zi va oilasi uchun qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. Agar yo'ldoshi turmada yoki yo'ldoshi qurbonlik qilmay turib oladigan ahvolda yo'ldoshining pulidan qurbonlik qiladi. Yo'ldoshining puli yo'q, ammo ayolning iqtisodi bo'lsa, ayolning o'zi va oilasi uchun qurbonlik qilishi vojib bo'ladi. Buni eriga bildirishi yoki eridan ruxsat so'rab qilish kerak emas. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kimki qurbi yetadigan turuqli qurbonlik qilmaydi ekan, bizning namozgohimizga yaqin yo'limisin degan. Bu hadisda er ayol deb ayirmagan.
Kuvayt fiqh ensiklopediyasida mundaq kelgan. Er kishi bo'lish qurbonlikning vojib yoki sunnat bo'lishining sharti emas. Shunga er kishiga vojib bo'lgandek, ayol kishiga o'xshash vojib bo'ladi. Chunki vojiblik yoki sunnatlik dalillarmi ernimi ayolnimi o'z ichiga oladi. Imom Ibn Taymiya rahmatullohi alayhi aytadi: yetim bolaga qarata yetim bolaning mol-mulkidan qurbonlik sotib qurbonlik qiladi. Yo'ldoshi ijozat qilmagan taqdirdami ayoli erining pulidan qurbonlik qilish uchun pul oladi. Qarzdor kishi qarzni hozirla to'lash kerak bo'lmagan ahvolda qurbonlik qiladi. Keyin qaytara oladigan bo'lsa, qarz olib turib qurbonlik qiladi. Imom yana keyin qaytara oladigan bo'lsa, qarz olib turib qurbonlik qilsa yaxshi, lekin undaq qilish vojib emas degan. Davomi bor. Sajiya Islom tadqiqot markazi